Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, navbatdagi inkubatorlarimiz tayyor bo'ldi. Ushbu ekraningizda ko'rib turgan inkubator 72 tadan 76 tagacha uy tovuq tuxumlarini o'ziga sig'diradigan to'liq avtomatlashgan inkubator. Ushbu apparatimiz full variant, 75 talikning ichidagi full varianti. Ya'ni full variant deganda bu apparatda zaryad qilish uskunasi mavjud akkumulyatorga va mijozni talabiga asosan mana bunday nima ham qo'yib o'tildi. Fleka mana yecheyka mana shu bedana tuxumlar uchun. Bedana tuxum, Italiya bedana tuxumlarini ochilar ekanlar. Shuning uchun biz mana shu bedana uchun klientga berdik. Bu full variantida o'zi komplektida bor nimasi bedana klientga yoki talabiga qarab mijozda o'sha tovuq klientlarni ham qo'yib berish. Mana hozir titillab qolgan bu signalizatsiya ishlab ketdi. Harorat qopqoqni ochdimda, harorat tushgani uchun signalizatsiya ishlab ketsa, mana shunaqangi L harfi chiqib qoladi. Agar harorat oshib ketsa, H harfi chiqadi. Mana hozir minusni bosamiz. Mana 30 gradus. Ko'ryapsiz? Inkubatorimizda signalizatsiya va avaskop mavjud. Mana shunday juda ham yarki avaskop bor va namlikni ko'rsatuvchi, akkumulyator zaryadini ko'rsatuvchi. Bunga akkumulyatorni o'ylasangiz keyin ko'rsatadi bu. Mana hozir ko'rib turibsiz, mana hozir avtomatik aylantirish knotkasini bosdim. Bunisi esa chirog'niki. Mana hozir ketdi mana. Juda ham ohista, sekin. Hech qanaqa talchoq yo'q, ko'ryapsiz-a o'zingiz. Talchoqsiz asta sekinlik bilan aylanmoqda aziz birodarlar, nihoyatda sekin. Mana. O'zingiz ko'ryapsiz. Buni hech qanaqangi bir mana shu og'ir temirni qo'yaman, mana qarang mana. Hech qanaqa tushib ketmaydi mana. Ko'ryapsizmi mana? Og'ir temir, chito'la temir mana shu mana. Kamida 3 kilo bor mana. Hech qanaqa tushib ketgani yo'q, talchoq bo'lgani yo'q mana. Og'ir temirda. Atak siz qo'yadigan tuxum ham buncha bo'lmaydi. Yengil bo'ladi bedanan tuxum mana. Ko'rdingiz-a o'zingiz? Mana bu tomonga hozir to'liq tortadida zanjirini o'zi to'xtatib qoladi mana. O'chdi bo'ldi. 2 soatdan keyin bu tarafga aylanadi. Endi men 2 soat kutmayman, o'chirib yoqaman, bu tarafga qarayman. Zaryad beradi. Akkumulyatorni ulab qo'yasiz-da, mana shu idishiga suv quyasiz, bo'ldi. O'zingiz ishingiz bilan band bo'lib yuraverasiz. O'zi qolgan ishni inkubator o'zi bajaraveradi Allohning irodasi bilan inshaalloh. Italiya bedanalari mana shu Telegram kanalimizda bor. Italiya bedana ochirganlar mana. Qashqadaryodan, Ko'kdaladan ochirishdi. Mana shu Toshkentdan ochirishdi, Toshkent shahridan ochirishdan shu Italiya bedana va oddiy bedanalardan ham ochirganlar ko'p. Bunisi esa mana bu ham 72 tadan 76 tagacha oladi. Bu ham 75 talik. Bular 3 ta tayyor bo'ldi. O'z egalariga inshaalloh jo'natamiz. Bu full variant emas, oddiy variant. Lekin oddiy variant bilan full variant farqi zaryadchik va fleykasi to'g'risida. Agar sizda zaryadchigingiz bo'lsa, kerak emas zaryadchik. Fleyka zakaz qilsangiz bo'ldi mana. Ko'ryapsiz-a? Fleyka oddiy variantlarga alohida summa evaziga qo'shib beriladi. Qolgan joyi bir xil, korpus, termoregulyator, ochish foizlari ham bir xil aziz birodarlar. Hech qanaqangi bir dahmazasi yo'q. Faqat full variantda endi qulay tomonlari shuki, akkumulyatorni ulab qo'yib, suvni quyasiz, bo'ldi, ishingizni qilaverasiz. Svet o'chadi, akkumulyator svet yongandan keyin akkumulyatorni yana zaryad qilib, akkumulyatorni yana ishga tayyor qilib qo'yadi. Bu variantida esa oddiy variantida aziz birodarlar e'tibor bering, zaryad qilishingiz kerak akkumulyatorni. Zaryad qilib turasiz. Ko'proq ishlatadigan bo'lsangiz full variant olgan ma'qul albatta. Bu inkubatorimiz Toshkent shahriga Nodirjon degan ukamiz yangi tashmi tomonda o'tirishar ekan, o'sha yerga Xudo xolisa ertaga jo'natamiz inshaalloh. Azizlar, shuning bilan qisqachagina videoni tamom qilaman. Savol javoblar bo'lsa Telegram, WhatsApp orqali yozinglar, iltimos. Ana shunda ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Fikr, mulohazalar, marhamat yozinglar nimada, kommentariyada. Qiziqtirgan savol javoblar bo'lsa. Aziz birodarlar, mana shu inkubatorlarimizni juda ham mustahkam, juda ham baquvvat qilib ishlangan. Ko'p xizmat qiladi sizga inshaalloh. Aziz birodarlar, shuning bilan qisqacha rolikni tamom qilaman. Xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Inkubator ishqibozlari. Shuhrat akaga zakaz berdik. 2 kameralik 3 ustalik universal inkubator.
Buxoro metan chilog'iga zastavka qilib berdilar. Nasib bo'lsa tuxumlarimiz hammasi chiqibdi. Ikkitasi qolgan. Birdan 4 ta chiqqan. Bu kameradan 4 tasi chiqib bo'ldi desa ham bo'ladi. Yana 4 tasi bor. Uni ham videosini tashlayman. Biri qisilib qolgani uchun olib qo'ydim. Faqat bitta kameraga jujani chiqaryapmiz. Bunga juja chiqarganimiz yo'q. Qulayligi shu ekan. Ikkitalik, uchtalik kameraligini tuxumlarni yorganimga tashlayveramiz. Chiqib bo'lgan qurigan jujani olib boshqa joyga qo'yamiz. Qiziqganlar bo'lsa bemalol murojaat qilaveringlar. Inkubator Buxoro metan chilog'iga kelgan. Inkubator xizmati bo'lsa ham farqi yo'q, qilamiz. Tuyaqushlar chiqish jarayoni. Qo'rqmay tuyaqush tashlasangiz ham bo'ladi endi. Bemalol. Tuyaqushlar hammasi sog'lom. Shuhrat aka, rahmat sizga. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Inkubator zo'r ishlayapti. Nasib bo'lsa yana zakaz qilmoqchi biza.